Assalomu alaykum. Yuqoridagi o'sha trenddagi fasonni chiqarib beramiz. Asosan bu yoqa. Biz asosan andaza yordamida qilib olamiz. Hozir qirqqan joyim o'sha proymani 1-1,5 santimetrga kengaytirib olaman. Sababi matoyimiz cho'ziluvchan emas. Mana bu bel qismi ko'krak balandlikni o'lchab oldik. Kimdadir 27-28, shundan 5-6 santimetr xohishga qarab tushib olamiz va qirqib olganmiz asosan andazani. Mana shu yerdan. Proymani chuqurlashtirganim sababi 1,5-2 santimetr mato cho'zilmaydi va yoz bo'lganligi uchun asosan andazamiz qo'ltiqqa taqalib qoladi tikkanimizda ko'ylagimizni. Shuning uchun aynan shunaqa koketkali ko'ylaklarda albatta erkinlik berib proymaga shunaqa 1-1,5 santimetr ochib olsak bo'ladi. Yelkamizni o'sha klientni yelkasini qo'yib oldim. Men asos andazani proymani modellashtirganim uchun va yelka albatta 1-1,5 santimetr kattalik qiladi. Mana fasonimiz kelib chiqishi xuddi shunaqa yoqa bo'ladi. Yoqa chuqurligimiz ko'proq bizda. Gatoy ishlab chiqarganlarda yoqa chuqurlik kam, yon tarafga ko'proq ketyapti va klientimiz xohlamadi yelkalari ochilib ketishini. Shuning uchun pastki chuqurlikni chuqurroq qilib, biz salgina o'zgartirish kiritib, lekin o'sha fasonni chiqarib beramiz. Yana bir xudo xolasa, yana bir video qilaman. Bu ozgina boshqacharoq bo'ladi. Yelka tarafga ko'proq ochiladi. Aynan shu yoqa kelib chiqadi. Biz oldi qismini pastroqqa tushirib, o'sha yoqani keltirib chiqarib berdik. Yelkalarni men tayyor asos andazamiz klientga to'g'ri kelgani uchun razmeri tezroq bichish maqsadida bichib oldim 50-52 razmerga. Va o'sha yelkalari salgina kichikroq ekan, shunga to'g'rilab moslab oldim. Asosiysi o'sha mana proymalarni chizib olamanda oldi orqani bir xil koketka uzunligini bir xil olishimiz kerak edi. Klient bilan kelishgan holatda. Shuning uchun orqa oldini bir xil oldim. Kimdir yoy sifatroq ham qilib oldi, orqasi uzun, oldi kaltalashib ketgan. U qandaydir osilganroq bir klientga yoqmadi, yoqmadi menga, osilib turganga o'xshadi degani uchun shunaqa fason qildik. Hozir yangi fasonlardan bu. Mana shu holatda ko'krakdan o'sha 5-6 chok haqi bilan tushib oldim. Yeng o'rnatadigan kontrollarni qo'yib oldim. Bu etak qismi. Etak bor enini materialimiz 1,5 en ekan, 1,5 metr en ekan. Shuni oldi orqa qilib olaman. Bundan ko'proq ham olishingiz mumkinsiz, ya'ni qo'shib. Bunga 2 metr qilib olsangiz juda ham ko'p serburma etak chiqadi. Koketkadan pasti etak qismi. Klientdan necha santimetr o'lchagan bo'lsak, o'shani olamiz to'g'ri qilib. Etak to'g'ri bichildi bunda. Bizni matoyimiz kamligi bois to'g'ri bichib oldim. Aynan burmali matolarda ham A shaklida olsangiz ham bo'ladi. Aynan tepa qismidan 4 santimetr kirib, etakni kengaytirib olinsa, shu burmalik, koketkilik ko'ylaklar juda ham etak to'kilib beradi. Bizda hozir matoyimiz boricha o'sha koketkimizda burma ko'proq bo'lsin deb o'sha ikki tarafdan oladigan 4 santimetrni ham olmadim. Koketkiga qo'shimcha burma berilishi uchun. Va kromkalarni olaman. Oddiy o'sha koketkiga borini terib bo'lib olaman buni. Yengimizga matoni shundoq bukladim, 1,5 metr matoni va o'rta qismidan chiziq tortdim, mana ko'rib turibsiz. Va tayyor asos andaza yengimizni proymaga moslangan, tayyor o'sha ko'ylagimiz proymasidan kelib chiqqan holatda yeng bichib olganman gazetada. Shuni yarim quyosh qilib va gullari o'sha chiziqlari tursin dedi klient. Kasoyroq olaylik desam, o'sha gullar tekis tushsin dedi va yengini etak qismi keng bo'lishini xohladilar, kengroq, unaqa tor, tanaga yopishmagan. Juda krilishka bo'lib kapalak yengam xohlamadilar. Yosh bola bo'lib qolaman degandek qilib, lekin yozligi uchun
etak qismini kengroq qilib bering yengimni dedilar. Shu holatda man ishlov berdim. Tepa qismini burma ham xohlamadilar. Juda ko'p burma. Bu fasonda gatoylar o'sha hozir ishlab chiqarishda reklamalarda berishyapti. Juda ham ko'p burmali qilib, pasti osilgan yeng qilib, qo'ltiqdagini osiltirib, tikilgan menga ko'rsatgan fasonlarida uni xohlamadilarda. Chiroyli yeng qilib bering, o'sha pastki qismi ochiqroq bo'lsin, kengroq bo'lsin dedilar. Shundan kelib chiqib biz chiroyli fasonda yeng qilib berdik. Gullarni joy-joyiga qo'yib, o'rta qismidan bo'lib oldik ikkala tarafga. Arqoq iplarni hisobga olinadi doim asos andazada, Müller yo'nalishida aynan. Shuning uchun o'rta qismidan tekis chizib olib turib, keyin asos andazani joylashtirdim. Endi bizga shunaqa o'rgatishgan va shunda yenglarimiz aylangan, bir sifatsiz, ko'rimsiz holatda chiqmaydi. Juda aniq va tikishda ham qiynalmaydi. Va boshqa, masalan, peredelkaga kelganda ham umuman ham bitta ham qaychi tekkizmasdan ustiga ilib chiqarib yuborasiz. Mana shu holatda yengimiz bo'ladi. Endi o'sha yoqamiz, hozir matoyimga e'tibor bermang, ozroq g'ijimadi, shoshib turibman. Shuning uchun o'sha tikish jarayonida bunga frizellar yopishtiriladi. Dazmolga o'tgan vaqtim bemalol qilib olaman. Hozir bichib olyapman shuni. Ko'rib turibsiz, video aniq ko'rinib turibdi qanaqa qilib olinishini. Atlasimizga mos mato qilib oldik. Bu belbog'. Belbog' eni tayyor bo'lishi 3 sm bo'ladi. 1 sm-dan ikki tarafga chok haqi qo'shib oldim. Uzunligi ham xohishingiz. Belbog' bo'ladi belida. Hozir bizni uzunligimiz 55-60 sm bo'ldi. Mana bo'yin o'yindimiz 8 sm eniga, pastga 17-18 tushildi. Chok haqi bilan chuqurlik ko'paydi. 20 ga borib taqalib qoldi. Ruchkada mana belgilab, bu padbord qismi yoqaga ko'rinish bo'lib chiqib keladigan qismini ham xuddi shunaqa qilib belgilab olaman. Chizib olsam ham bo'ladi, chizmasam ham bo'lardi. Masalan, endi shoshib turgan vaqtingizda bo'ladi. Hozir mana oraliqqa ikkala tarafdan mana o'rta sindirib, dazmolda sindirib olgan joyimdan 1 millimetrda tashlayapman. Ikkala tarafdan ham 1-1 tashab 2 bo'ladi. To'g'ri tekis pastga chizib oldim. Xuddi shuni ustidan yuraman. Yana bir o'sha gatoylarniki ular boshqacharoq tikishyapti. Ularniki oldi chuqurligi kamroq. Bo'lari o'sha 16-17 ochiladi. Bu klientimizniki o'sha 20-22 ga tushib ketgan. Mana proymaga e'tibor bering, chuqurlikni o'sha proymaga ketib qolgan oldi chuqurlik. Shuning uchun men o'sha fasonni faqat oldi pastroqqa ochilib, o'sha emizgan vaqtda qiynalmaslik uchun oldi pastroqqa ochib berdim va juda bo'g'ilib qolaman. O'sha gatoyisini kiyib ko'rganimda oldi ochilishi balandroq ekan degan fikr bildirdilar mana. Bu ko'ylakdan bu ikkinchi tikishim, avval ham tikdim, xuddi shu holatda. Mana o'sha ruchkada chizib olgan chizig'imni tikib oldim va to'g'ri qirqib oldim. Mana shu holatda tayyor bo'lish kerak. Yoqamiz shu holatda qolmaydi, xunuk chiqadi. Shuning uchun xohlang sal yana pastroqqa tushiring, xohlang teparoq, xohlang shu holatda qolsin. Lekin biz chiroyli yoqa chiqarish uchun 3 sm pastga tushib oldik. 3-4 sm tushib olsangiz ham bo'ladi. Ikkala tarafi burchaklarini bir xil qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu xohish sizdan. Yana ham mendan ham ko'ra yana 1 sm pastroqqa chizib, o'sha yelkaga olib borib xuddi shu burchakni chizib olib, keyin mana chokda tikib, keraksizini olib tashlasangiz ham bo'ladi. Yana ham mana shu lapkani pastroqqa qiyalatsangiz, undan ham chiroyli chiqadi. Bu tikuvchilikda chegara yo'q.
unaqa oldi o'yindilar, ochilmagan, o'yilmagan. Ko'rdingiz, tekis qirqib oldim. Keyin yelkadan qiyalatganman bichimda. Oldi ochilishidan kelib chiqdi bu yoqamiz. O'sha 8 santimetrga ochgan edim. Shu bo'ldi. Oshiqcha qiyin joyi yo'q. Mana. Aynan mana shu burchak qismiga ikki tarafga ozroq o'sha chokka yetmagan nasichka kemtik berib qirqib qo'yishimiz kerak. Hozir men qirqib olaman. Ozroq qirqim kam bo'libdi bitta burchakka mana. O'sha chokka yetkazmasdan qirqib olinadi. Ikkala tarafi ham frizelin bilan ishlaganim sababi boshga kiyib yechganda aynan burchak qismi sirtilib ketmasligi uchun, ayrim matolarda sirtilib mana shu yer teshik ochilib qolmasligi uchun mana yotib berdi sirazi hali dazmol bo'lmasdan turib. O'sha aynan kesishda ham e'tibor bering. Mana yoqamizni ko'rinishi hozir dazmolda yana ham chiroyli bo'ladi. Men ko'rsataman. Mana dazmol qilib oldim. Endi orqa tarafiga ham padbord bilan ishlamoqchi bo'ldim. Padbordga albatta frizelin yopishtiraman. Yana ham qalinlashadi. Oldi yoqa bu уже yozgi ko'ylak bo'lgani uchun men ko'proq mana shu kasoy beka bilan ishlayman. Orqa tarafini ko'ylaklarni asosan deyarli agar oldida fason bo'lmasa oldiga ham ko'proq kasoy. Yozgi ko'ylaklarga eng qulayi shu deb o'ylayman. Frizelinlardan ko'ra frizelin albatta issiqlik beradi. Fason postoyanno kiyib yurish uchun juda ham noqulay bo'ladi issiqqa. Kasoy qirqib olish hamma biladi. Ro'moldagi qaytarib olib burchak qilib 3-3,5 santimetr enlikda uzun lenta qirqib olinadi. Va mana shu videoda ko'rib turganingizdek qilib tikib chiqilinadi. Bir xillikka e'tibor berasiz. Mana qo'lingiz bilan bir xilda qilib tikib chiqishga harakat qilasiz. Birinchisida o'xshamaydi, ikkinchisi o'sha yangi o'rganuvchilarniki baribir 3-4 martadan keyin o'xshaydi albatta. Faqat harakat qilinsa bo'ldi. Mana ortiqcha joylarni olib tashaladi, dazmolga tayyor. Endi yengimizni uchiga o'sha fason sifatida ko'ylagimizni oldi yoqasidagi matodan foydalanib kasoy tikib olamiz. Oddiy to'g'ri chok. Ikkalasini ham cho'zmagan holatda odatda bo'yin aylana adashib ketdim. Bo'yin aylana ochilish demoqchi edim. Bo'yin aylanaga tikishda kasoy tortibroq tikilinardi. Bunda tortilmaydi. O'zi kasoy bemalol ikkalasini ham o'z holiga qo'yib tikamiz. Sababi yengimizni uchi tortilib qoladi. Yo bo'yin aylana yumaloq hosil qilishi uchun tortamiz, lekin yengda xolis bemalol yo turib berishi uchun, chiroyli to'lqin qilib berishi uchun tikib olamiz buni. Unaqa tortishtirib tikmaymiz buni yeng uchini. Mana shu holatda tikib olamiz. Bemalol o'z holiga qo'yib dazmolda bu yana ham ochiladi. Ikkala yengni ham tikib oldik. Mana belbog'larni ham tikib oldim, ko'rib turibsiz. Dazmol qilib oldim. Dazmol ishlarini hammasini tayyorlab olib dazmolga o'taman va yelkalar oddiy shunaqa qilib tikib qo'yamiz. Oddiy ulanadi, overlock qilib orqaga chokini dazmollab qo'yamiz. Kimdir padbord bilan ishlashga o'rgangan, padbord bilan ham ishlasangiz bu har kimning xohishi bu. Orqa tarafga padbord bermabsiz deydi kimdir. Hamma har xil. Men masalan o'zim xohlaganimcha va klient qulayligi, havo qanaqa holatda kiyishiga qarab turib shunga sharoit qilib beraman ko'ylakda. Mana dazmol qilib qo'yamiz, yengilgina ko'ylak bo'ladi. Yon taraflarni tikamiz. Mana shu yerda yon tarafda o'sha 1 santimetr qolgan bo'lsa 1 santimetr chokka qancha bergan bo'lsangiz shuni tikib olasiz. Ikkinchi tarafini ham tikib olamiz. Belbog'im o'sha tikish vaqtida
tushib ketib qolganligi sababli mana hozir belbog' esimga tushdi. Belbog' qolib ketibdi. Belbog' ro'paramda turganida esimdan chiqib qolibdi. Hozir 1 santimetr pastga etak tikish uchun qoldirib, 1 santimetr teparoqdan belbog'ni tikib olishim kerak. Hozir mana yengni choklarini bir-biriga tikib olib, birlashtirib belbog'larni ham tikib olamiz. Ikkinchi tarafini ham tikib oldim mana. Hozir shuni tuzatamiz. Yaxshi overlock qilmaganim. Hozir ana shu yerini o'zini ochaman-da. Yelka bilan birga overlock qilaman deb qoldirgan edim yonni. Belbog'ga yetarli joy ochdim mana. Bu tarafini ham ochdim. Belbog'imizni qo'yib olamiz. Belbog' tikish hamma biladi. Atverkadami, qalamdami ag'darib dazmol qilib olganman. Hozir shu fason trendga chiqib ketibdi. Orqasi belbog'li. Oldin avval aynan o'sha belbog'lilar juda moda bo'lgan edi. Platya xalatlar qilib, oldi tugmali xalat, uzun shestikli xalatlarga ham beliga belbog' qilinar edi. Xuddi shu narsa yana qaytish boshladi. O'sha belbog', o'sha enlikdagi belbog' yana. To'g'irlab qo'limiz bilan chiroyli qilib o'lchab bichganimiz uchun bu yoqqa bu yoqqa qing'ir qiyshiq o'rnatgandan bir yo'la chiroyli to'g'irlab, chiroyli o'rnatganimiz ma'qul. Belbog' o'rnatdik. Endi navbat etakka. Etagini bitta o'sha yon tarafda choki bo'ladi. Biz boricha chiqardik, yana shimi ham bor. Endi shimini ham uloq qilib tashlashni xohlamadik. O'zi ko'ylak kalta. Orasiga o'sha uloq qo'yib, tepa qismiga uloq qo'yib, qolgan mana bu etagi skladkalarini, burmalarini ko'proq berish uchun xohlamadim olishni. Ixcham bo'lsin, akkuratniy bo'lsin, bemalol yursin, ulanmagan, lozim kiysin degan maqsadda. 230 ekan mato. Endi shimni o'ziga ham 1 metrdan oshiq mato ketdi, 1.5 lar. O'sha chok hisob, rezinka shunaqalar. Hozir burma uchun chok berib olyapman. Katta qismiga qo'yib chokni, qadamini 2 qator tikib olasiz va 2 qatori o'sha lapka tarafdan tagi moki ipini tortib, bir xilda 2 qator tikilgan. Mana shunaqa qilib tortasizda, men ko'rsatib o'tyaman bir qator tikib. Video ko'p cho'zilib ketadi, 2 qator tiksam, bir qatordayoq ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa qilib bir xilda qilib burma terib olasizda orqa oldiga. Oldiga iloji bo'lsa sal ko'proq bo'lsa yaxshi. Va etakka moslab olasiz. Kaketkaga aylantirib moslab, to'xtatib, hamma yog'ini bir xil terib oldik va aylantirib tikib chiqamiz. E'tibor berasiz, tagidagi o'sha mashinkamiz tishlari burmalarimizni surib, siljitib, bir xunuk holatga keltirib qo'ymasligiga qo'l bilan to'g'irlab ham burmalarimizni chiroyli tikishga harakat qilamiz. Mana shu holatda aylantirib tikib chiqamiz. Deyarli ko'ylagimiz tayyor bo'lib qolyapti va yengi bor. Ko'ylagimizni yengini tikishimiz kerak. Mana overlockga tayyor, overlock qilib yuboramiz. Yengidan keyin etak qismi. Ko'ylagimizni hozir tikkan joyimizni, 2 qator tikkan choklarimizni olib tashlaymiz, ko'rinib qolgan bo'lsa, bemalol. Overlockdan keyin olsangiz ham bo'ladi. Mana yengimiz oldi, orqasini ayo nuqtalari bo'ladi. Bemalol o'sha ayo nuqtalarga o'rnatib tikilsa, yeng juda ham chiroyli o'rnab chiqadi. Endi buni ko'pchilik tushunmayapti. Bu metodika kirib keldi-yu, уже hamma narsa qolipdek chiroyli chiqadigan bo'ldi. Ozroq o'zgartirish bor, bu baribir
chetni metodikasi bizni o'zbek ayollarimizga ozroq o'zgartirish kirityapmiz. Tikish vaqtida o'sha xatolarimiz emas, masalan, aynan o'sha asosga 100% bog'lanib qolmasligimizni eslatadi. Bizni o'zbek ayollarimizni qad qomatlari ozroq chetnikidan farq qilar ekan. O'sha joylarini o'zgartirish kiritib, tikib kiydiryapmiz. Lekin razmer chiqarib olgan asos andazalarimiz yaxshi, zo'r, ishimizni oson qilib beradi. Ayniqsa 3-4 tadan birdaniga mato keladi. Bitta asos andazadan har xil qilib, mana hozirgi ham mana shu ko'ylak ham bu ikkinchi ko'ylak. Bitta asos andazadan modellashtirib gazetaga tushirib olib, sira-sirasi qirqib, joylab, yarim soatdan vaqt ketmaydi to'g'risi. Mana ozroq burma terib oldim yengimiz tepa qismiga va yengni chiroyli qilib o'rnatib olamiz. Pastga orqa, oldi, orqa hashayo, oldi ayo nuqtalarni tikib olib, keyin o'sha yengimizga tushadigan pasatka miqdorlarini chiroyli qilib bo'lib tikib chiqyapman. Bu ko'ylagimiz unchalik ham vaqt olgani yo'q. Tezroq ham tikishga majbur edim. Baribir to'y taqalib qoladi. Tikuvchi, hamma tikuvchiga ham. Ayniqsa 2-3 tadan ko'ylak kelib qolsa, bitta andaza orqali tezda bichib olasiz, fasoniga qarab o'zgartirish kiritib. Qulayligi shunda. Yengimizni ham mana deyarli o'rnatib bo'lyapmiz. Chiroylikgina yeng bo'ldi, unaqa keng emas, detski ham bo'lgani yo'q. Bir chiroyli turdi. O'zlariga yoqdi klientni, voy o'zim xohlagandek deb kiydilar. Ana shu bizga keragi. Endi etak qismini overlock qilib oldik. Chiroyli qilib hozir chok qismidan boshlasak yaxshi. Aynan mana shu matoyimiz, e'tibor bersalaringiz, lion mato. Gullarini bosishda pechatda qiyshiqroq bosishgan ekan. Koketkali, primo ko'ylaklarda gullar yonga qarab, pastga qarab og'ib ketadi. Bir yondan pastga 3-4 sm pastga og'ib ketar ekan. Shunga e'tibor bilan gullarini tekis bichishga harakat qildim. Ayni kiyganda o'ng tarafdan pastga qarab bel qismi guli yarmi tepada, yarmi pastga qarab qiyshayib turgandek bo'lib qolar ekan. Shunga e'tibor bilan gullarini chiroyli tekis qilib qirqib bichdim. Ko'ylagimiz tayyor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.